Yer hem mülkiyeti münasebetler palatsı, hesap palatsı, rayon avul hocalığı hem azık-tutuk idaresi, Magarif idaresi, Sabah Tanları gazetesi redaksiyasi kollektivlari kirdilar. Siz birinchi bo'lib bugun bayramni boshlaysiz. Bayram bilan qadrli do'stlar. Sabah rayoni boshqarma komitetidan Yeshniyazov Murod Rashadovni yetaklaydi. Boshqarma komitet ishida 16 bo'lak ishlaydi. Bugungi kunda rayon sovetida ham boshqarma komitetida o'z ishlarini usta boshqaruvchi 48 xizmatkor xalqqa xizmat etadi. Bayram demonstratsiyasini davom etuvchilar arasida bugun avul yerliklari boshlig'i ham avul yerliklarida ishlovchilar. Ular xalq bilan tig'izlikda yashaydi. Xalqning ming turli savollariga javoblar beradilar. Bugun avul yerliklari boshliqlari o'zlarining vazifalarini namus bilan boshqaradilar. Biz ularga bayram salomlari yo'llaymiz. Qadrli do'stlar, bugun kun quyoshli ham motor, biz sababimizda motor etib bayram etamiz. Maydonga bolalar bog'chalarida ishlovchi kollektivlar kelib kiradi. Shodlik bolalar bog'chasi kollektivida 148 bola tarbiyalanadi. Bolalarga har yoqda tarbiya ham bilim beruvda 13 yuqori bilimli pedagog, 10 texnik xizmatkor xizmat ko'rsatadi. Shodlik bolalar bog'chasi kollektivi bilan Rushaniya Zaripova yetakchilik etadi. Bayram bilan qadrli do'stlar. Bayram demonstratsiyasi Albuki Yasli bolalar bog'chasi kollektivi davom etadi. Albukilar bugun ayniqsa motor etib azlanib kelganlar. Ham ular oq sharlar tutganlar. Bayram bilan qadrli do'stlar. Albuki bolalar bog'chasida tarbiyalanuvchilar, ham tarbiya ishida ishlovchilar o'zlarining kerak kunlarini motor etib tutadilar. Shistalikqa zo'r e'tibor beradilar. Haligi kollektiv bilan Go'zal Nurulloh qizi Qaliyulina yetakchilik etadi. Biz har vaqt qo'ylar sabasida Albuki bolalar bog'chasi yonidan o'tgan vaqtda biridagi eng yaxshi bilingan bolalar bog'chasi 2021 respublika grantida qatnashib, ikkinchi turga loyiq bo'lgan kollektiv tuzamiz. Bayram bilan qadrli do'stlar. Bugun bayram kun. Bugun jing'u kuni. Maydonga Qing'irov bolalar bog'chasi kollektivi kelib kirdi. Ular o'zlarining motor kiyimlari bilan o'zlarining zangar shoxlari bilan bizning ko'ngillarni yerkadilar. Bayram bilan qadrli do'stlar. Yilda bo'lgan unishlari bilan Qing'irovlarni qo'yinar qutlaymiz. Biz ularga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Ruzaliya Fayrahmonova yetakchilik etadigan haligi kollektiv olg'a tabada yamadan-yama unishlariga erishib yashasin. Balakash bolalar bog'chasi kollektivina bayram salomlari ham qutlovlari yangiraydi. Ular bugungi bayram demonstratsiyasina iz ketmali yaxshi hazırlik bilan kelganlar. Qoramizali hurmatli tomoshachilarimiz, hurmatli sabolalar, barakashlar, bayram salomlari ham urra! Gülcila Axunova yetakchilik etadigan haligi kollektivda 53 xizmatkor, 244 bola tarbiyalanadi. Haligi kollektiv 2021 yilning oktyabr oyida Balakash bolalar bog'chasina 10 yil to'lini o'tkazajak. Bu bayramga ular endi hazırlik ishlarini boshlab yubordilar. Bayram bilan qadrli do'stlar. Sabah bugun nechikdir tog'inda quyoshliroq, motorroq, ko'rkamroq ko'rinadi. Bizning maydonda Shodlik bolalar bog'chasi kollektivi maydonga kelib turishi shokolad bolalar bog'chasi kollektivina qo'yinar salomlar. Urra! 2021 yilda bo'lgan unishlari bilan biz ularni qo'yinar qutlaymiz. Mart oyida
avul җирлекләре хатын-кыз командалары арасындагы волейбол ярышларында катнашып, 3-нче номерлы Шоколад балалар бакчасы командасы 3-нче урынны яулады. Алар балаларны тәрбияләү һәм аларны мәктәпкә әзерләү генә түгел, шул ук вакытта физик культурага да киң майдан бирәләр. Рәхмәт сезгә матур эшләрегез өчен. Бәйрәм дәвам итә. Байлар сабасында хезмәт ияләренең бәйрәм демонстрациясе бүген барыбызны да шаккатыра. Елдагыча гына түгел, быел алар 76 еллыкка ифрат дәрәҗәдә матур хәзерлек белән килгәннәр. Болачак балалар бакчасы белән Флүзә Халитова җитәкчелек итә. Без балачакларның матур эшләрен карап һәр вакыт сокланабыз. Биредә 126 бала тәрбияләнә. Коллектив балалар ел сайын актив рәвештә төрле республика профессионал бәйрәмнәрдә актив катнашалар һәм конкурсларда җиңүләр яулыйлар. Сәйяр фестивалендә 1-нче урынны һәм 1-нче дәрәҗәле диплом белән бүләкләнделәр. Бәләкәчлеләргә, балачаклыларга, кыңгыраулыларга һәм башкаларга кайнар сәламнәр. Мәйданга Саба гимназиясе коллективы килеп керде. Үз эшләренең ustaсы булган 87 педагог, 50-гә якын техник хезмәткәр, 1076 укучы берләштергән коллективны Шәймарданов Айнур Нургали улы җитәкләй. 2020 һәм 2021 уку елы фән һәм спорт, мәдәният һәм иҗат өлкәсендә уңышларга бай булды. Бөтен Россия фән олимпиадаларының региональ һәм республика этапларында, төрле конференцияларда, бәйгеләрдә яулаган призлы урыннар моның дәлиле булып тора. Бүгенге көндә гимназияның Комета спорт клубы Анапа шәһәрендә Россия данын яклый. Һәм алар безнең Татарстаныбызга, безнең Сабабызга җиңү белән кайтырлар дип өметләнәбез һәм уңышлар теләп калабыз. Гаилә укытучылар коллективының бердәм һәм дус эшләве ирешелгән уңышларының нигезе булып тора. Бүгенге көндә безнең районыбызда мәктәп, гимназия безнең иң зур куанычыбыз. Әлеге коллективка зур сәламнәр һәм бәйрәм белән кадерле дуслар. Ура! Саба муниципаль районының сәләтле балалар өчен аерым предметларны тирәнтен өйрәнә торган урта гомуми белем мәктәп-интернаты коллективы бәйрәм демонстрациясе мәйданына килеп керде. Кәримуллина Валентина Эрнестова җитәкчелек итә торган әлеге коллектив бөтен Россия фән олимпиадаларының муниципаль этабында әлеге мәктәп укучылары 114 призлы урынны яуладылар. Олимпиадаларның региональ һәм республика этабында 50 укучы җиңү яулады. 3 укучы халыкара олимпиадаларда призер булды. 9 укучы бөтен Россия этабында җиңүчеләр һәм призерлар булып танылдылар. Әлеге коллектив районыбызның Россия күләмендә таныткан коллектив дияр идек. Укучылар һәм укытучылар район, республика, районара һәм халыкара фәнни конференцияларда катнашалар һәм һәр вакыт җиңүләр белән кайталар. Кадерле, сәләтле балалар мәктәбендә укучылар, сезгә алга таба да уңышлар телибез, бәйрәм сәламнәре дибез. Ура! Яшәсен бөек җиңү бәйрәме, яшәсен данлы Татарстаныбыз, яшәсен безнең бөек халкыбыз. Бәйрәм демонстрациясын районыбызның финанс бюджет палатасы коллективы дәвам итә. Шамсун Әкбәр улы Сыңгатов җитәкчелегендәге әлеге коллектив районда бөтен бюджет оешмаларының хезмәт хакларын вакытында хисаплап тору өчен армый-талмый эшләй. Бухгалтерия хезмәтләре сум тиеннең эре вагын бик әйбәт саныйлар.
rahmat sizga qadrli do'stlar. Shulay Vali Muhammadova Farida Rinat qizi, shulay Boris Nikolayevich Dmitrievich yetakchiligida turgan Tatariston qo'shnashilik ham Rossiya qo'shnashilik departamentlari bugun maydondan uzdi. Biz ularga salomlar yo'llaymiz ham rahmatlarimizni aytamiz. Hurmatli demonstratsiyada qatnashuvchilar, maydonga Zahidullin Rustam Fidayil uli yetakchiligidagi madaniyat xizmatkorlari kelib kirdi. Ham maydonga kelib kirgan haligi kollektivning oldida parad oldidan bolalar san'at maktabining Shamardan filiali tungi o'yin qurollari orkestri bora. Ularning yetakchilari Aydar Albertola Fathullin. Haligi orkestr bizning rayonimizda bo'lgan turli sharalarda o'zining yaxshi motor o'ynovi bilan suhbatlar. Endi madaniyat xizmatkorlari bizning rayonimizning yuzi qo'shi. Sabr rayonida bugungi kunda ish muzey, tug'an yoqni yuranuv muzeyi, o'rmon muzeyi, sotish muzeyi ishlaydi. Shulay yo'q bizning kitobxonachilarimiz Tataristonda eng ko'p kitob o'qiy turgan rayon darajasine ko'tarildilar. Ham shu prizli o'rinlar bilan maqtaldilar. Biz ularga qo'ynar salomlarimizni yo'llaymiz. Ham olg'a tabada ishlaringiz o'ng bo'lsin, qadrli do'stlar deymiz. Rayonimizning sotsial yoqlov bo'limi xizmatkorlari maydonga kelib kirdi. Marcel Makurulov hujumchi yetakchiligidagi haligi kollektiv 2021-yilning 1-mayida 86 kishi qabul etib, ularning barisine de o'ngay baya berib, ularning so'rovlarini javoblar qaytardi. Bizning sotsial xizmatkorlar xalq bilan tig'iz aloqada yashaydilar, ham o'zlariga berilgan vazifalarni namus bilan o'tkazadilar. Sabr rayoni xalqni ish bilan ta'min etuvchi o'zagi kollektivida bayram demonstratsiyasidan g'urur otlaydi. Biz ularga da o'zimizning zo'r salomlarimizni jibarib qolamiz. Maydonga xalq salomatligi uchun kurashuvchi rayon o'zak shifoxonasi kollektivi kelib kirdi. Qadrli do'stlar, bayram bilan urra! Sabr rayoni o'zak shifoxonasi kollektivi aning bosh tabibi Murat Rafaelo'li Yusupov yetakchiligida pandemiya ishlarida xalqni sog' salomat etish uchun borisida ishladi. Biz o'zimizning tabiblarimiz bilan haqli ravishda g'ururlanamiz. Farid Biftov, Filip Yusupov, Ilgiz Arslanov, Aygul Kaziyeva, Rina Tahirova, Ruxsur Xudoyberdiyeva, Abdulqadir Kamolov, Flora Biktova ham boshqa ko'p tabiblar bugun xalqimizning salomatligi uchun uyav turalar. Biz shulay shafqat o'tashlarini kishi personalga da rahmatli bayram bilan qadrli do'stlar. Tatariston Respublikasi bo'yicha Rospotrebsoyuz idorasining Sabah territorial bo'ligi kollektivi maydonda. Fatihov Rashid Savbanuli yetakchiligidagi haligi kollektiv har vaqt kishilar orasida ular pandemiya zamonida büyük ko'p ishlar boshqardilar. Ham Sabah rayonida 192 uchrag'i tirkaluvga qaramasdan o'zlariga qo'yilgan burchlarni namus bilan o'tadilar. Qaybir kollektivlar o'zlariga berilgan namus bilan ishlab, har vaqt bizning oldimizda boyaq bo'lib turalar. Biz ularga bayram kunida rahmatlarimizni aytib qolirga oshig'amiz. Sabr rayoni xizmatchilarining bayram demonstratsiyasini Xisanov Rifat Ribol o'zi yetakchiligidagi bolalar, yosh o'smirlar sport maktabi
sport kompleksi ham basseyn kollektivlari davom etadi. Rayonimizning sportchilari 2000-yilda büyük zo'r o'yinlarga erishdilar. Ular Tataristonda, Rossiyada ham il ko'lamidagi yarışlarda oldingilarga chiqalar, ham matur etib bizning rayonimizga medallar olib qaytadilar. Boks bo'yicha Rossiya birinchiligida Islom Saidiev, David Arutinyan, Diniyer Baymetovlarni aytib o'targa kerak. Futbol bo'yicha, sambo bo'yicha, dzyudo bo'yicha ham figurali shu'u bo'yicha bizning sportchilarimiz har vaqt oldingilar ratida. Abdulmanov Ramil Nurullovning yetakchiligidagi Sabantoy sport maktabi maydonga kelib kirdi. Bugungi kunda Sabantoy sport maktabida bir xalqaro klassli sport masteri, 3 sport masteri, 3 sport masterligine kandidat hisoblanadi. Dünya ko'lami ham Rossiya ko'lamida o'zdirilgan prizli o'rinlarni olib qaytuvchilar, naqbina Sabantoyda ishlovchilar. Rossiya Kubogining 11-etapini o'zdirilgan olar. Ham bu ishlarda da bizning Sabantoy kollektivi jivishlar bo'lar deb umidlanib qolamiz. Baxmanov Artur Fidayilovning yetakchiligidagi Sabarena sport maktabi maydonda. Qadrli do'stlar, bayram salomlari yo'llaymiz sizga. Bugun biz Sabarena sport maktabining ishlari bilan g'ururlanib yashaymiz. Fevral oyida Sibir bolani butun Rossiya yashashmirlar yarışında bizning qatnashuvchilarimiz prizli o'rinlarni olib qaytdilar. Eng yaxshi trener sport konkursida yosh trener nominatsiyasida Fayim Ismoilov birinchi, Farhod Ismoilov ustalik nominatsiyasida 3-chi o'ringa loyiq bo'ldi. Birida 87 sport razryadi bor. Shularning bir kishida sport ustasi, 5 kishida sport ustaligina kandidat, 5 kishida birinchi sportli razryadchi degan ismlarni yuritalar. Qadrlilarimiz, sizga bayram salomlari. Yaşasın xalqimiz, yaşasın Büyük Vatan Sug'ushida jing'ining 76 yilligi. Xalqimizning matur yashayishi, elimizning har vaqt olg'a boruvi bizning har birimizni suyundira. Qadrli do'stlar, har qaysig'izga niqli salomatlik, ishingizda o'ngishlar, ko'ngil kirligi tilaymiz. Bayram bilan sizni maydonga rayonimizning prokuratura xizmatkorlari kelib kirdi. Rayon prokurori Zufar Mavlidovli Abidov yetakchiligidagi kollektiv zo'r tug'il. Ammo ularning xizmatlari rayon ham respublikaga ma'lum. Bugun kishilarning nendagina so'rovlari bo'lsa-da, ular prokuratura xizmatkorlarini borib murojaat etadilar. Ular o'zlarining yoqlovchilari ham saqlovchilari etib maydondan o'zuvchi haligi kollektivni sanaylar. Qadrli do'stlar, hukumat shunda sizga so'rashlar ham bayram salomlari yo'llaymiz. Maydondan atlovchi Yustitsiya kengashchilari Rashid Akunov, Laysan G'affarova, birinchi klassli yurist Inji Fayzetdinova ham kollektivda ishtirokchilarga qo'yinar salomlarimiz borib yetsin. Hurmatli sabolalar, bizning demonstratsiya kolonnasin Soba rayonining yashtashi bo'lgan 1930-yilda o'qishni boshlagan rayon sudi ham jamoat sudyalari kollektivlari davom etadi. Hozirgi kunda haligi kollektivlarda barisi 23 kishi ishlaydi. Rayon sudi bilan Damir Raisovi Sabirov yetakchiligida haligi kollektivlar sudlarning gumandiligidan, hukm qarorlarining adilligini ta'min etuvda zo'r xizmat qo'yalar. Sud zallarindagi zakonli huquqlarini yoqlab, adillik turg'iziladi. Umuman
kişi yazmışı hal etilgen hüküm yurtlarında sudyalarga ne kadar zor cevaplılık yüklengenin yaxşı anlıyorsunuz. Bayram bilen kadirli dostlar, isen imin bulunuz. Maydanga Rossiya Tekşiruv Komitetinin Orşa rayonara tekşiruv bölegi jetakchisi Eduard Aydaroğlu Zakirov hem ul jetaklagan kollektiv kelib kirdi. Şulay yo'q biz olib boruvchilar Maydan o'zagidan boruvchi Rossiya Tekshiruv Komitetining Orşa rayonara tekshiruv bo'ligida ishlovchilarga qo'ynar salomlarimizni yo'llaymiz. Ham ularga jinoyat ishlarini ochishda o'ng'ishlari tilab qolamiz. Maydanga sabah ham Tilashi rayonlari bo'yicha bayram davom etadi qadrli do'stlar. Rossiya Federatsiyasining Tatariston Respublikasi bo'yicha 10 nomerli federal solim jiyoq inspeksiyasi bilan Ayrat Vazifuli Shafikov yetakchiligida kollektiv Maydan o'rtasidan boradi. Haligi kollektiv Sabah, Kukmara, Tilashi, Boltash, Mamadish, Boliq pistasi rayonlarına xizmat etadi. Bugungi kunda uyushmada 102 davlat xizmatkari ishlaydi. Kollektivda tub maqsadi solim jiyimlarining byudjetning barliq darajalarini to'lovini uyushtiruv. To'lamagan solimlarining ko'lamini kemituv bo'yicha real ish olib boruv. Bayram bilan qadrli do'stlar, sizga sog'lik salomatlik, motor ishlar tilab qolamiz. Maydanga rayonimizning davlat uyushmasi bo'lgan Rossiya Federatsiyasi Pensiya fondi Tatariston Respublikasi bo'ligining Sabah rayoni bo'yicha klientlar bilan ishlav bo'ligiga kelib kirdi. Haligi bo'lik bilan Muhtasimov Marat Majiduli ali ko'pdan tug'ilgan yetakchilik eta boshladi. Barliq yoshdagi grajdanlarga xizmat ko'rsatuv, shaxsiy shotlar ochish, ona kapitalini qo'llanuv bo'yicha g'arizalar qabul etuv, kishilarning barliq xizmat yo'li davomida pensiya huquqlarining uchutini olib boruv, pensiya bo'lav belgilav mana shu kollektivga belgilangan. Ular bilan rayonimizning har bir kishisi do'st. Bayram bilan qadrli do'stlar. Urra! Bayram demonstratsiyasini rayonimizning sotsial immuniyat fondining Sabah munisipal rayoni bo'yicha yerli bo'likchasi davom etadi. Bizning qo'ylar salomlarimizni ham bayram qutlovlarimizni yetkazamiz. Palatsi ham BDI kollektivlari Maydan o'zagidan boradi. Biz ularga o'zimizning qo'ynar salomlarimizni ham qutlovlarimizni yuboramiz. Qadrli do'stlar, siz büyük muhim ishlar boshqarasiz. Ham shu ishlaringiz bilan xalq orasida hurmat qozonasiz. Biz sizga qo'ynar salomlarimizni, bayram qutlovlarimizni yetkazamiz. Bayram demonstratsiyasini Tat Avtodor aksionerlik jamiyatining Sabah filiali davom etadi. Haligi filial bilan G'aripov Marat G'arafetdinov yetakchilik etadi. Yo'l tuzuv ham remontlash ishida ulardan da usta kishilar bo'lirga mumkin tug'il. Bizning yo'lchilarimiz yil aylanasi 328
kilometr yo'lni tartibda tuta. 2020-yilda yo'l programmasi bo'yicha 35 kilometr yo'l ekspluatatsiyaga topshirildi. 2021-yilga berilgan zo'r planlarni o'tash uchun uyushma to'la quvvatini ishlaydi. Qadrli yo'lchilarimiz, sizga salomlar yo'llaymiz. İşleriniz o'ng bo'lsin, joylarda yetkazilgan planlarni iklata ishlata o'targa yozsin. Bayram bilan urra! Sabah bugün quyosh, sabah bugün bayram tantanasi. Barliq tomoshachilarni, bizni tur efirda qarovchi televizor qarovchilarni, bizni tur efirda tinglovchi To'lqin radiosini tinglovchilarini Sabah o'zagidan bayram salomlari yo'llaymiz. Ham bayram demonstratsiyasini davom etamiz. Maydonga kirishi Sabah idarasi kollektivi ular orasida uzoq yillar birida ishlab, yo'lda bo'lgan, bizim uchun baribizga ma'lum bo'lgan ilk yetakchi Muhiddinov Ismoil Ibroyevni atlaydi. Bayram bilan qadrli do'stlar, Mingdagila Bag'manikova, Rashid Abduzahidullin, Tanzila va Shamsivaliyevalar bugun maydon oldidan g'urur otlilar. Chunki ular o'zlarining umrlarini shu kollektivda ishlab o'tkazgan kishilar. Bugun bizning dashtchilarimiz xalqqa igilikli xizmat ko'rsatadi. Kolonnada uzoq yillar natijali ishlovchi xizmatkorlar bor. Jirosti gaz производствосini ekspluatatsiya xizmati yetakchisi Minnikayev Azat Talg'atuli, 6-razryadli energiya bo'lishtiruvchi Kashapov Albert Rafilovlar, mashina yutuvchi Manixov Albert Mirsayevlar, avariya dispetcherlik xizmatining 5-razryadli slesari Aynur Timirshayev Ismoilovlar ham boshqalarga butun kollektivga bayram salomlari. Urra! Buyuk Vatan sug'ushida jimuning 76 yilligi bilan qo'ynar qutlaymiz do'stlar. Har biringizga salomatlik, baxt tilaymiz. Kugimiz bugungiday oyoz ham quyoshli bo'lsin. Bayram tantanalari oldagi kunlarda da naq bugungi kabi davom etsin. Turmushimiz joyli ham kuyli, oqsholi ham boy bo'lsin edi. Biz maydonga Sitivaya kompaniya aksionerlik jamiyati filiali Sabah elektr shirkalarining Sabah elektr shirkallari kollektividan chaqiramiz. Yaqubov Rustam Shig'ayev yetakchiligidagi bizning elektr shirkalarimiz o'zlarining ishlarini namus bilan boshqaralar. Yuqori ishonchli ham kichik ishonchli elektr liniyalarini o'tlar suzuv bo'yicha natijali ishlaylar. Ular o'zlariga topshirilgan ishlarni namus bilan boshqaralar. Rahmat sizga, qadrli do'stlar. Energozbyt kollektivi bugun bayram demonstratsiyasini davom etadi. Xalqlar ham klientlar bilan ishlovda ormetallni xizmat etuvchi, har kimga anglatib, durustlikni topirga yordam etuvchi xizmatkorlarga qo'ynar salom. Aydar Yaxin yetakchiligidagi Energo servis kollektivi kelib kirdi. Alida kollektiv so'nggi yilda o'zining ishini ayrisha namus bilan qaraydi. Ular uran o'tlarini yoqtirtuga ham xalqning huzurlarına da e'tiborli bo'la biladilar. Kollektivni yash Aydar Yaxin yetaklarida qaramasdan alida kollektivda ishlovchilarning xizmatlari tuturuqli. Ular har vaqt o'zlariga berilgan ishlarni namus bilan boshqaralar. Qadrli do'stlar, o't xavflaridan biz sizni har vaqt saqlanib turibmiz deymiz. Ishingizda durmushlar tilaymiz. Bayram bilan qadrli do'stlar.
Җитештерү предприятиесе коллективы бәйрәм демонстрациясын дәвам итә. Biz аларны майданның уртасына чакырабыз. Рәхим итегез, кадерле дуслар. Илнур Габиз улы Хәбибуллин җитәкчелегендәге әлеге коллектив районыбыз халкына һәм гомумән барыбызга да игелекле хезмәт күрсәтә. Халыкны, оешма предприятиеләрне җылылык, су, канализация белән тәэмин итү, урамнарны чистарту, тәртиптә тоту, чүп, кардан арындыру, яшелләндерү эшләрен алып бару, мунча хезмәте күрсәтү, менә шушы майданнан баручы коллективка йөкләнелгән. Ә мин санап киткән эшләр алар бихисап. Коллектив әллә ни зур түгел. Шулай булуга да карамастан, алар һәрбер эшне намус белән башкара. Бәйрәм белән, кадерле дуслар! Ура! Шәйхетдинов Айдар Зөфәр улы җитәкчелегендәге 14 кешедән торган коллективны каршы алдык. 2020 елда 5 күп фатирлы йортта 13 миллион сумга капиталь ремонт эшләделәр. 5 миллион сумга районыбыз күп фатирлы йортларны төзекләндерү эшләре башкарды. 2020 елның нәтиҗәләре нигезендә республикада үткәрелгән күп фатирлы йортларда иң яхшы идарә итүче оешма конкурсында 3нче урынга лаек булдылар. Рәхмәт сезгә, кадерле дуслар! Мәйданга ПМК 159 җәмгыяте коллективы килеп керде. Фәргать Агълиулла улы Нәбиуллин җитәкчелек итә торган әлеге коллектив бөтен хезмәтен, тырышлыгын, барлыгын һәм булганлыгын халык өчен җәлеп итә. 2020 елда алар 24 йорт салдылар. Бөтен йортларны салган вакытта алар бөтен тырышлыкларын куялар. Һәм аларда яшәүчеләр әлеге коллективка зур рәхмәт әйтә. Соңгы вакытта районыбыздагы хәрби комиссариатны ремонтладылар. Юлбат мәктәбендә ремонт узды. Юлбат балалар бакчасында капиталь ремонт эшләре башкардылар. 2020 елда барлыгы 277 миллионнан артык акча эшләделәр. ПМК коллективына зур сәламнар һәм бәйрәм котлаулары. Район үзәгендәге бәйрәм демонстрациясын Рамазан һәм яшен оешмалары дәвам итә. Генераль директор Зарипов Рамазан Сәгыйть улы җитәкчелегендәге әлеге коллектив төзелеш оешмаларына, авыл хуҗалыгы тармагына, мәктәпләргә, авыл советларына, спортка һәм башка оешмаларга транспорт хезмәте күрсәтә. 2020 елда 80 миллионнан артык сум акча эшләнде. 1220 мең кеше йөртелде. Юлларда хәвеф-хәтәрсез йөрегез. Сезнең эшләрегез уң булсын, кадерле Рамазанлылар һәм яшен оешмасы коллективы. Бәйрәм сәламнәрегезне кабул итеп алыгыз. Соба районында уза торган бәйрәм демонстрациясе колоннасын Татарстан Республикасының федераль янгынга каршы хезмәтенең 129-нчы янгын сүндерү бүлеге коллективы дәвам итә. Җитәкчесе Закиров Илдар Газизулла улы. Бүгенге көндә коллективта 38 кеше эшли. Янгын сүндерүчеләребезнең төп вазифасы булып янгын сүндерү тора. Ә без аларга бер кайчанда янгыннар булмасын, аларның эшләре һәрвакыт уң булсын дип телибез. Янгын сүндерүчеләр үзләренең эшләренә һәрвакыт сак карыйлар һәм халык белән бергә аңлату эшләрендә алып баралар. Рәхмәт сезгә, кадерле дуслар. Шулай ук бүгенге бәйрәм демонстрациясеннән Фәргать
Nuriyev yetakchiligidagi VDPO kollektivida o'zib boradi. Biz ularga da o'zimizning talablarimizni yo'llaymiz. Kollektivda kishilar ko'p ishlamasalarda, ularning boshqargan xizmati behisob. Rahmat sizga, qadrli do'stlar. Yashasın Buyuk Shimu bayrami. Yashasın bizning xalqimiz. Yashasın Soba, Tatariston, Rossiya. Bayram bilan qadrli do'stlar. Bayramda Soba rayoni qo'llanuvchilar jamiyati kollektivi biriktirdi. Shavkat Asqadoddinova G'ayniddinov yetakchiligida turgan rayon потребительlar jamiyati kollektivi xalqqa iyilikli xizmat ko'rsatadi. Qo'llanuvchilar jamiyati birligi bugungi kunda 66 million so'mlik tovar aylanishini ta'min etdi. Ular xalqqa osh, suv ham shulay ekmek pishirib sotuvda o'zlariga qo'yilgan namus ishlarni namus bilan boshqaralar. Qadrli qo'llanuvchilar jamiyatida ishlovchilar, bayram salomlarimizni qabul etib olamiz. Urra! Rahmat sizga. Bugun sabah tantana edi. Chunki bizning bunga butun mumkinliklarimiz bor. Rayonimizning qaysig'ini uyushma учреждение предприятиесini olsaqda, biz ularning har vaqt o'sishda, har vaqt planlarini orttirib o'tishini ko'ramiz. Biz bugun har kimga rahmatli, ham har kimning baxtli turmushda yashashini tilaymiz. Bayram demonstratsiyasini Reza Garantiya imniyat jamiyati kollektivi davom etadi. Aning yetakchisi Ruslan Davinov. Shulay biz maydon o'rtasidan o'zuvchi Akbariz imniyat kompaniyasi vakillarini ko'ramiz. Ularning yetakchilari Rafael Eldarovli G'umarov. Shulay biz bugun maydon o'rtasidan o'tlovchi Rosgastrak kollektivida o'zimizning qo'ymas salomlarimizni yetkazamiz. Xalqni imniyatlashtirib, ularning qo'rqinchsizlikda yashashlarini ta'min etish uchun haligi kollektivlarga o'zimizning bayram salomlarimizni aytib qolamiz. Bayram davom etadi. Bayram gurli. Hurmatli radio tinglovchilarimiz, televizor ko'ruvchilarimiz, biz sizga da rahmatli. Siz bizning bilan, bayram bilan sizni. Javobliligi cheklangan Buyukdov sut zavodi kollektivi bayram demonstratsiyasini davom etadi. Aning direktori Ahmedxonov Almaz Faridullah. Buyukdov sut zavodi 2021-yilning 1-iyulidan arenda negizida Soba sut zavodini olib ketdi ishlab. Bugungi kunda oyina 20 tonna sivrit keltirildi. Kelajakda yangi texnologiyalar, yangi jihozlar kullanib, sut moy sexlarini ishlatib jibarish uchun o'zlarini burishlar qabul etib oldilar. Ham biz ularning o'ngishli ishlovlarini tilaymiz. Bayram davomida demonstratsiya kolonnasini javobliligi cheklangan Soba agro jamiyati davom etib, motor transparentlar bilan ular bayram ruhini istab olib keladilar. Nig'matjonov Farid Altafov yetakchiligidagi haligi kollektiv bugun maydondan g'urur otlaydi. 2020-yilda ular 485 million so'mlik ish boshqardilar. Xizmatlari muldan. Biz ularga zo'r ishlar ham kelajakda planlarin o'zlariga yetkazilgan burishlarni namus bilan o'tavlarini tilab qolamiz. Jinu kuni yengil
көбейmedi. Bizim arabızda veteranlar sonu yıldan yıl siragaydi. Bu yıl indi biz alarını baridik azgına sanıy alabız. Bugün bizning oldimizda ulkan bugun kishilar o'tira. Biz ularga bugun bayram demonstratsiyasi vaqtida o'zimizning rahmatlarimizni, ishlari uchun zo'r salomlarimizni yo'llaymiz. Qadrli veteranlarimiz, rahmat sizga. Maydonga aksionerlik ochiq Akbaris bank istama ofisi kollektivi kelib kirdi. G'aliyev Is'hoq G'alimjonov yetakchiligidagi haligi kollektiv xalqqa kredit beruv, fizik ham yuridik zotlarga hisob-kitob xizmati ko'rsatuv, kladlar ochish, kartlar chiqaruv, savdo nuqtalarına terminallar o'rnashtiruv bilan mashg'ullar. Bugun ular bayram demonstratsiyasidan g'urur otlilar. Chunki ularning ishlari har vaqt o'ng. Shulay biz bugun bayram paradida Sberbankning Sobadagi istama ofisi xizmatkorlarini ko'ramiz. Sharafiy va Farida Mansur qizi yetakchiligidagi haligi kollektiv elektron to'lovlarga qo'shish bo'yicha ham yuridik zotlarga hisob-kitob xizmati ko'rsatuvda, kreditlar beruvda o'zining ishini namus bilan olib boradi. Shulay biz bugun maydonda o'zuvchi Rossiyxozbank aksionerlik uyushmasining boylar sabasındagi istama ofisi kollektivida ko'ramiz. Qadrli do'stlar, bayram bilan sizni Rossiyxozbank aksionerlik uyushmasining boylar sabasındagi istama ofisi 2020-yilda o'z yerligida uy ham papir oluv, shulay yer jetkiruv bo'yicha 3% avul xo'jaligi ipotekasi bera boshladi. Har biringizning quloqina biz bugun ana bayram kunida yetkazamiz. Bayram davom etadi. Hozir bayram demonstratsiyasi kolonnasini biz javobliligi cheklangan Soba tarazalari kollektivini qabul etib olamiz. Ularning yetakchilari Rafail Quddusova Karimulli. Rafail Quddusova yetakchiligidagi Soba tarazalari o'z ishlarining ustasi bo'lgan kollektivga o'rildi. Yuqori kvalifikatsiyali bilimchilar ishlayverdi. Ko'pgina ishchilar zavod uyushtiruvidan beri bugungi kunga qadar xizmat etadilar. Zavod yuqori sifatli jihozlar qo'llanuv negizida butun ishlarda avtomatlashtirilgan. Zakazlar baridik ekologik chista, sifatli, qisqa sur'atlarda to'liq garantiya bilan ishlanadi. 10 yildan ortiq zavod alyumindan naqshlangan konstruksiyalar hazırlaydi. Soba tarazalari kollektivi bugun Orsha, Boltaj, Soba, Kukmara, Petrash, Mamadush ham Qozon shaharlari xalqina xizmat etadi. Bayram bilan qadrli do'stlar. Yashasın Buyuk Vatan sug'ushida jinguning 76 yilligi. Maydonga Soba rayonaro boshtam kollektivini qabul etib olamiz. Rafail va Zahidulling yetakchiligidagi haligi kollektiv Buyuk Vatan sug'ushi shunda pochta xizmatkorlari sug'ushlari bilan bir ratdan unutilmaslik don yovchilarning ishlarini davom etuvchilar. Bugun Buyuk Vatan sug'ushida jiguni yoqmaydigan uyushtiruvchilarga ular pensiyalarni uylarına olib borib beradilar. Bu yillarni sug'ushdagi askarlarga bir oyga 7 million ham 30 million gazet topshirilganini anglagan holda biz bugun pochta xizmatkorlarining ishining ne qadar ko'p ekanini oshsiqlaymiz. Bugungi kunda Rossiya pochtasi Soba rayonaro pochtamg'i birdasin atmay. Soba hamkirashi rayonlari xalqina 600 ming so'mlik pochta xizmati ko'rsata olar. Ham olg'a tabada ishlari birlab borsin. Maydonga Soba rayonaro elektr elemkasi o'zida kollektivi kelib kirdi. Almas Tabrizova G'aliyev yetakchiligida turgan haligi kollektiv
Яңа технологияларга нигезләнгән пилот проектларын тормышка ашыру, территориясына әйләнгән районыбызда тагын бер программага старт бирде. Ул Сабада, Шәмәргәндә һәм Лискузда бакыр элемтә чыбыкларын оптик җепселе кабельгә алыштыру эшләре алып бара. Нәтиҗәдә Татнефть хезмәткәрләре кабельләрне телевидение каналларында 200-гә якын кеше алга таба карый башлагачак. Шушындый матур эшләре өчен аларга зур рәхмәтләр әйтәбез. Бәйрәм белән, кадерле дуслар! Бүген мөгаен бәйрәм парадын районыбыз эшмәкәрләре зур рухлану белән дәвам итәрләр дип уйлыйм. Бүген безнең кайсы гына эшмәкәрнең эшенә карасаң да, аларның эшләре гөрләп бара. Булат Ринат улы Кәримов җитәкчелегендәге Химчистка компаниясе 6 елдан артык барлык төрдәге келәмнәрне химик чистарту, ремонтлау, йомшак җиһазларны химик чистарту буенча реконструкцияләү һәм реставрацияләүгә зур йогынты ясый һәм аларның матур эшләре бүген һәр кемгә дә бик тә ошый. Бүген шулай ук без эшмәкәрләр арасында Алмаз Бембел коллективы, аларның җитәкчесе Алмаз Абубәкеров, Зармус мебель фабрикасын Алмаз Зарипов, Илшат компаниясын Илдар Билалов, Радик Халиков, фермер, шулай ук Марат Иванов, шулай ук без бүген Алмаз Вәлиуллин коллективын, Ришат Дәүләтшиннар һәм башка эшмәкәрләрне күрәбез. Кадерле дуслар, эшләрегез уң булсын, сезгә халык күп итеп мөрәҗәгать итсен, сез җитештергән товарларны халык яратып алсын. Бәйрәм белән, кадерле дуслар! Ура! Чөнки без бәйрәм итү өчен бөтен көчебезне куеп эшлибез, тырышабыз һәм хезмәт итәбез. Безнең гаиләләребездә тәртип, эш урыннарыбызда уңайлыклар тудырылган. Ә инде Сабабызда һәм Татарстаныбызда яшәү өчен бары тик бәхетле булырга кирәк. Ә бүген без бәхетнең чын дәлилчеләре. Кадерле дуслар, Байлар Сабасында уза торган бәйрәм демонстрациясе коллективына хәзер җаваплылыгы чикләнгән Агрохим сервис җәмгыяте коллективы килеп кушылды. Илһам Җәлил Кәримов җитәкчелегендәге әлеге коллектив 37 кешене берләштерә. Агрохим җәмгыяте 2020 елда 2555 гектарда җирләрне әче туфраклы җирләрне изгеслады. Satış kariyerinde 32.000 tonna ezgi çıkardı. Biz bugün Agrofim servis kollektivinde işlevçilerge aldığı günlerde uğuşunu alığı için tağında sırışıbırak işlerler hem kollektiv tuturuklu üsüşte bulur deyip ışanıp kalabız. Beyram bilen kadirli dostlar. Валентинович Красавин җитәкчелегендәге Еврокцент Саба Ашык акционерлар җәмгыяте коллективы килеп керде. 2021 елда Саба сәнәгате паркы территориясында быяла пластик эшләнмәләр җитештерү буенча яңа завод планлаштырыла. Әлеге коллектив яңалыкка омтылып эшләй. Биредә эшләүче егетләр бүген яңа технологиялар кулланалар. Һәм әнә шуңа күрә дә аларның эшләре көннән-көн яхшыра бара. Кадерле хезмәткәрләр, сезне бәйрәм белән котлыйбыз. Сезгә саулык, сәламәтлек, озын гомер теләп калабыз.
etib olamiz. Zirzat Rifqatullo G'aniyev yetakchiligidagi әлеге kollektiv tuturuqli ishlaydi. Veterinariya tabiblari Kristian fermer xo'jaliklarındagi ham shaxsiy xo'jaliklardagi qo'shqir tiriklarga diagnostik tekshiruvlar, yig'ishli avrularga qarshi profilaktik прививкалар o'tkazib boralar. Ular xo'jaliklar bilan da har vaqt ilmda turalar. Bol duvarlarda o'lim ketim bo'lmasin, ham avrular kelib chiqmasin uchun o'zlariga topshirilgan ishni namus bilan boshqaralar. Bugun әлеге kollektiv rayonimizdagina tugul, respublikada o'z kollektivlari orasida obro'li o'rinda sanalar. Zakirjan Mennamolovich Bekmahamatov yetakchiligidagi әлеге kollektiv har vaqt maqtovga loyiq. Biz foydagina bo'lsak da, mingligina yerlarda yursak da, har vaqt agrar kliyentda o'quvchilar bilan g'ururlanamiz. Ularning ishlari haqida so'raymiz. Birida ishlovchi o'qituvchilar kollektivina ham shu vaqtda o'quvchi studentlarga o'zimizning bayram salomlarimizni yo'llaymiz. Agrar kliyent kollektivi bugungi bayramni ko'tarinki ko'ngil bilan qarshi oladi. Hurmatli sabolalar, bugun bizning bayram demonstratsiyasina samolyotlar keladi. Ko'kka paradi. Bugun ular Qozog'iston flagi, Chinu flagini olib keldilar. Bizning samolyotlar Savarani xizmatchilarine qo'yma salomlarini yo'llaydi. Bayram kolonnasidan g'urur otlaydi. Bo'lajak hunarchilarimiz orasida traktorchilar, yo'l yuru qoidalari, avul xo'jaligi mashinistlari bo'yicha kabinetlar ishlaydi. Umuman agrar kliyentda san'atni tirantin berish uchun butun o'ng'ayliklar tug'dirilgan. Kulliyat o'quvchilari, bo'lajak soldatlarda o'zimizning tub izgi bo'lishimizni o'tagan vaqtda tirishib xizmat etarmiz. Buyuk vatan sug'ushi veteranlarining namusini tub bir payshanba top tushirmaymiz deylar agrar kulliyat o'quvchilari. Bayram salomlarimizni qabul etib olasiz do'stlar. Hamishingizda o'ng'ishlar tilaymiz. Hurmatli rayondoshlar, bugun bizning bugunimizni tog'imda motorlar bizga bayram darta berib samolyotlar isha. Bizning qo'llarimizda flaglar, ham bizning qo'limizda shashaklar, shorlar. Bugun sabah bayram edi. Bir necha minutdan bizning maydonga flaglar, bayroqlar kelib turib, ularni da qarshi olamiz. Под государственные флаги Российской Федерации, Республики Татарстан и Знамя Победы смирно, равнение налево. Внимание! На площадь вносится государственный флаг Российской Федерации. Знамя Победы, водруженное
в мае 1945 года в ознаменовании победы советского народа над фашистской Германией. Государственный флаг Республики Татарстан. Флаг Сабинского района. Парад, равняйсь, смирно, равнение на середину. Товарищ майор, парад, во знаменование победы в Великой Отечественной войне построен. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Вольно! Парад! Равняйсь! Смирно! Равнение направо! Товарищ глава Савинского муниципального района, парад во знаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построен. Военный комиссар Савинского и Тулачинского районов майор Закиров. Вольно. Парад. Вольно. Собраться. Парад. Равняйсь. Смирно. Направо. Вот! Повзводно! На одного линейной дистанции прямо! Шагом! Марш!
Baykiyev Qavi Salim Garayev ismindagi Ikshima Kadet internat maktabi kollektivi atladı. Rossiya ko'lamidagi fan olimpiadalarida ular har vaqt jimishlar. Biz ularga zo'r rahmatlar aytamiz. Shulay hurmatli do'stlar, bayram demonstratsiyasini qo'ynar nuqtalarda xizmat etib qaytgan veteranlarimiz davom etadi. Shik saqchilari o'zib ketdi bizning bayramimizda. Turli yillarda harbiy xizmatda bo'lib, elimiz tinchligini saqlagan shik saqchilari aralarında qo'ynar nuqtalarda bo'lganlar da bor. Turli yoshda bo'lganlarga da qaramasdan ular birdan bo'lib, rayonimizda o'zdirilgan turli charalarda aktiv qatnashadilar. Yoshlar, o'quvchilar bilan birga uchrashuvlar o'tkazadilar. Yosh buvinni harbiy patriotik tarbiya beruvda o'zlaridan zo'r ulush kiritadilar. Artilleriya ham raketa askarlarida xizmat etib qaytgan veteranlarimiz maydondan atlaydi. G'aripov Marat, G'azizov Ilnur, Habibullin Ilnur, Musin Ilham, G'arimjanov Rafik, Burxonov Aynurlar g'urur atlaylar. Rahmat sizga, qadrli do'stlar. Tatariston Respublikasi Harbiy dengiz floti veteranlari Morskoy Sobraniya uyushmasining Sobar regional bo'lagi a'zolari maydondan o'za. Ularning yetakchilari Eldos Usmonovich G'aliyev. Haligi uyushma yoshlarga patriotik tarbiya beruvda, maktablar bilan tig'izlikda yashovi bilan bizga qadrli. Sobadagi salatli bolalar maktabida ularning muzeylari da bor. Ular bizning kompaniya bilan da tig'izlikda yashaydi. Rahmat sizga, qadrli veteranlarimiz. Ko'ngil kirligi, salomatlik tilab qolamiz. Shulay bizning maydondan yozilish shahrining armiya xizmatine keluvchi yigitlar atlaylar. Qadrli yigitlarimiz, eson-emin aylanib qaytirgan. El yurtlarimizning emin bo'lib, ata-onalaringizning sog'-salomat bo'lib, siz aylanib qaytgan shu tug'an sababimizda rahat tinch turmushda sizga ishlarga yozsin deb tilaymiz. Armiya saflarında siz g'urur bo'lasiz. Biz sabadan deb yashagiz. Biz sizga o'zimizning salomlarimizni, xatlarimizni jibarib turibmiz. Qadrli do'stlarimiz, bayram bugun. Boylar sabasi bayram edi. Ham biz shin ma'nosidan bugün soldatga olinishi yigitlar bilan g'ururlanamiz. Ularga o'zimizning eng jiliq hislarimizni, salomatlik, baxt, quvonch degan motor tilaklarimizni yetkazib qolamiz. Bugün elimiz uchun muhim bo'lgan zo'r bayram. Buyuk Vatan so'g'ishining 76 yilligina bag'ishlangan zo'r Ko'kmara boylar sabasi velosiped yurishida qatnashuvchilar mana shu maydonga kelib kirdilar. Mahsum Nurmiyev, Almir Habibullin, Famil Sag'itov, Dinar Rahimullin, G'obid Najipov, Ilnaz Rahimullin, Rail G'alavuddinov, Radif G'azizullin, Halil Tuhfatullinlar bugün bizning Sobaning Uzak maydonida. Fanzil Sagirov yosh sportchi. Ko'kmara rayoni sportchilari buyuk jinoning 76 yilligina bag'ishlab Sobalilarni tabriklab keldi. Ular bugün Sobaga kelish uchun 76 shakrim yo'l o'tdilar. Velosipedchilar, sizga qo'ynar rahmatlarimizni yetkazib qolamiz. Jinu paradini siz yem kiritdingiz. Rahmat bildirib, kelajakda sog'lik salomatlik tilaymiz. Ko'klarimiz har vaqt oyoz, mulliqda yashasa edi. Qadrli do'stlar, bizning kuzimizni, bayramimizni motorlar, samolyotlar usha. Ular Jinu bayrog'ini o'zlari bilan olib yuradilar. Ularni qaragan vaqtda ko'kka qarab, "Urra!" deb qichqirib qo'ysa, bayram tag'inda ko'ngillanib ketar. Bayram bilan qadrli do'stlar.
paradi bilan davom etamiz, qadrli do'stlar. Birinchi bo'lib Победа mashinasini qarshi olamiz. Rahim etiniz, qadrli do'stlar. Bugun bizga Tatavtodor, Sobagaz, Res, Agrahim Servis, MTS, Soba ko'p tarmoqli yetishtiruv производствоsi, Yashin 129-nomerli buyumka kollektivi, Soba Agro, yong'in söndürüşçiler, Soba Liskusi, melioratsiya ham rayonimizning madaniyat bo'lagi texnikalar bilan yordam etdi. Eng birinchi bo'lib maydonga Volga mashinalari. Rahim etiniz, qadrli do'stlar. Retro mashinalarni ko'rib, biz bugun huzurlantirg'anmiz. Biz bugun mashinalarga salomlarimizni berik, ham ularga salomatliklar tilaylik. Ural mototsikllari maydonga kelib kirdi. Hurmatli do'stlar, bu minutlarda samolyot tag'in bir martaba bizga o'zining Jigur bayrog'ini ko'rsatdi. Biz ularga da qaynar salomlarimizni yo'llaymiz, eshitalar deb o'ylaymiz. Ural mototsikllari bilan kelib kirdilar bu minutlarda bizning maydonga. Ham hurmatli do'stlar, bugun bu texnika bilan mashit boshida fotoga tusharga mumkin. Siz bunday mumkinlikni qo'llanish qildirmag'iz. Ural mototsikllari bugun bizning maydonning ko'p atributlari. Ular bugun shu qadar motorga bezalib kelganlar. Turli yillardagi bayroqlar ham o'zlarining xizmat kollektivlarining bayroqlarini da o'zlari bilan olib kelganlar. Avul jirliklaridan da texnika bilan keldilar. Ortash avul jirligi UAZ mashinasini bezab olib keldi. Qorag'izada hurmatli do'stlar, har birisini siqlanib qarorga bo'lar. Timirshiq avul jirligi texnikasi maydondan otlay. Urra do'stlar, bayram bilan sizni. Maydon o'rtasina Mishan avul jirligi avtomashinasi kelib kirdi. UAZ mashinasini mishanchilar o'tirgan. Rahmat sizga qadrli do'stlar, bayram bilan. Maydonga Misha avul jirligi mashinasi kelib kirdi. UAZ mashinalarin ular shu qadar motor etib bezaganlar. Ularning texnikasini qaragandan so'ng albatta bayram ruhi ko'ngillarda tag'inda ko'tariladi. Yuqori Simen, Yabrashtav, Izma avul jirliklaridan kelgan transportni qaraymiz. Haligi transportlar bilan siz hurmatli do'stlar istalikka fotoga tusha olasiz. Ular borsida mashit qiriyini tizilib boshlashaqlar. Bayram paradi tamomlangandan so'ng biz sizni istalikka fotoga tushishga chaqiramiz. Bayram paradi texnikalar davom etadi. Shulay biz bugun Tuban Shitsuv, Soba, Sotish, Ikshirma avullaridan kelgan texnika bilan tanishamiz. Rahmat sizga, qadrli do'stlar. Amna hozir biz bularni yo'lboqlar deb taniymiz. Agrahim Servis mashinalari kelib kirdi. Rahmat sizga. Soba Agrahim Servis mashinalari maydon o'rtasidan otlay. Ushqalar shulay bizning o'tganlarni xatirlatadi. Ko'ngil tubkilidan tarixga olib qaytadi. Ramazon uyushmasidan azirlangan texnikalar uza.
Saba üzerindeki paradda katnaşuşularga yanıdan mahsus samolyotlar gelecek. Onlar türlü trükler ko'rsatib bizni bugün bayram bilan selamlayacak. Bayram bilan qadrli do'stlar, bek maturi deb azizlanib kelgansiz. Rahmat sizga. Bayram bilan qadrli do'stlar, ismi avul yerligidan kelgan avtomashinalar bugün bizga Tatariston flagini, Saba flagini olib keldilar. Rahmat sizga. Shunday bizga Gildibek avul yerligi olib kelgan texnika bilan da huzurlanib ali. Soldatlari da bor, texnikasi da shart. Butunisi de bizga jigu bayramini yaqinlayotgan kibik. Ko'ngilga menga bir rahatlik beradi. Za Stalina, za Rodinu degan so'zlar bilan rayonimizning Sobagaz uyushmasi kollektivi kelib kirdi. Ura! Bayram bilan do'stlar. Rayonimizning agrar kliyadi kollektivina zo'r rahmat. Hurmatli do'stlar, samolyotlar tomonidan yuqori pilotaj elementlari boshlandi. Rahim etib qarag'iz. Shu vaqtda biz bayram paradidan borishi texnikani tanitdik. Tatariston davlat sovet deputati Marat Kaliyevni da ko'ramiz. Rahmat sizga qadrli do'stlar. Ishi ko'ngilli bo'lganingiz uchun, bayramimizni ma'qullaganingiz uchun, rayonimizning turabdin ko'rish kommunal xizmati azizlagan texnika bugün paradga yem berdi. Rayonimizning melioratsiya kollektivi azizlagan mashina za Rodinu, za Stalina, za Pobedu degan so'zlari bilan ko'ngilni yerkalik. Rahmat sizga qadrli do'stlar. Soba bugunda bunga qadar bo'lmagan ko'rinish olib borishlar. Rahim etiniz. Biz sizni mikrofonga kelamiz. Necha yillar bo'yi kuttirib kelgan buyuk jengüge aviatsiya askarining roli cheksiz zo'r. Markazimiz Qozon shaharida 1932 yilda tuzilgan Sergey Petrovich Garmunov ismidagi aviatsiya zavodi bo'luvida aytib bitirgisiz ulug' ahamiyatga ega. Garmunov ismidagi Qozon aviatsiya zavodi buyuk vatan sug'ushi yillarida front uchun P2 bombardirovchiklari ham P8 yiroq bombardirovchiklari chiqara. Zavod davlat sayin frontga 10-12 P2 harbiy samolyotni jiberadi. Sug'ush yillarida ular 10 mingdan ortiq chiqarilgan. P2 elimizning harbiy havo kuchlarining top bombardirovchisi bo'lib turadi. Buyuk Vatan sug'ushi yillarida front ham yiroq aviatsiya askarlaridan 3125 mingga yaqin harbiy samolyot uchish yozdi. Ham dushmanning tirik ishina ham harbiy texnikasini cheksiz ziyon soladi. Sovet Germaniya frontida Sovet aviatsiyasi tomonidan 77 ming samolyotning 57 mingi yo'q etilgan. Shularning 44 mingi havo sug'ishlarida ham 13 mingi aerodromlarda yo'qqa chiqarilgan. Dushmanning 7313 samolyoti havo hujumiga qarshi oborona choralari bilan berib tushirilgan. Harbiy havo kuchlari partizanlarga zo'r yordam ko'rsatdi. Iroq harakat aviatsiyasi tomonidan 110 ming samolyot uchish boshqargan. 83 mingdan ortiq partizan ham ularga 17 ming tonna qurol, sug'ish kerak yaroqlari, oziq-tulik ham boshqa yuk tashilgan. Bugün biz sabahımızda Çekya'da yetiştirilgen Zilin 142 samolyotdan kura alamiz. O bir neçe il karalanışında duradi. Samolyot 6 silindrli, 6 litrli Valter dvigatelі bilan jihozlantirilgan. Onun egarligi 210 ot kishi bilan hisoblanadi. Haligi samolyotning qiyin uchishlarini hazilsiz o'zingiz tomosha qila olasiz. U
900 hem 200 metr büyüklükten aralığında tezligi 300 km/saat bilen uçarga salatli.